Salom do'stlar. Sizlar bilan yana men Ulug'bek. Bugun sizlar bilan Schulz Mammoth Favorite haqida gaplashamiz. Schulz Mammoth Favorite 2023-yildan ishlab chiqarishni boshlagan. Bu o'ziga xos chiroyli dizaynga ega velosipedimiz. Turistik bo'lib, ko'pgina so'mkalarni ilib olib, uzoq safarlarga chiqqani, har xil sharoitda, yomg'irda, loyda, qumda, qorda yurgani qulay velosiped. Oldi charxi bittali bo'ladi, 32 ta tishli, arqa charxi eng kichkinasi 11 tali, eng kattasi 48 tali. Переключатели Microshift Advent X oson ishlanadi, oson nastroyka bo'ladi. Uzoq yo'llarga bemalol chidamli, ramasning orasi triuголнigi katta, keng. Bunga katta spetsialniy so'mkalari bor, o'zini Kayler kompaniyasi so'mkalaridan ilib olsangiz bo'ladi. Tormoz sistemasiga kelsak, tormoz sistemasi Tektro kompaniyasiga diskoviy tormoz, mexanik bo'ladi. Velosipedning og'irligi 15-15,5 kilogramm atrofida. Bu velosipeddan foydalanayotganimga 1,5 yildan oshdi. Bu velosipedda har xil sharoitda mindim. Qorda mindim, loyli joylarda mindim, o'rmonlarda mindim. Bu velosipedni O'zbekistonga olib bordim. O'zbekistonda har xil sharoitda ko'rdim. Qirda, balandliklarga chiqdim, chimyon sihatgohlariga chiqib minib ko'rdim. O'zimizda qishloq sharoitida minib ko'rdim. Yana bir qulay tomoni buni balonini buni pokrishka bez kamerga moslangan. Kamerni olib tashlab, o'ziga moslangan spetsialniy jitkisini qo'yib turib, bez kamer qilib minsangiz bo'ladi. Bunda yana ham velosiped yengillashadi. Keyin teshilib qolsa ham biz O'zbekiston sharoitida именно velosiped minadiganlar biladi. Yulduzcha yo'l chekkalarida yulduzcha, zvezdochka bor. Shundan teshilib qolsa ham muammo bo'lmaydi. Yulduzchani olib tashlab, ozgina ushlab tursangiz, haligi jitkiz o'zini-o'zi yamab oladi. Agar uzoq safarlarga chiqaman desangiz, uzoq yo'llarga Buxoro, Samarqand, Jizzax, Navoiy, Qoraqalpog'iston qilib, Farg'ona qilib, Andijon, Namangan qilib, Toshkent aylanaman desangiz, qolgan joylarga O'zbekiston iloba qo'shni mamlakatlarga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga, Tojikistonga o'taman desangiz ham, masalan, so'mka ilib olasiz, chiroyli qilib. Olasiz, bagaj qo'yib olib turib, ko'pgina so'mka ilib olsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam o'tgan safar videoda aytganimdek, bike olib, chiroyli qilib, chiroyli dizayn qilib minsangiz bo'ladi buni ham. Velosipedga, uzoq yo'llarga, tog'li joylarga, uzoq muddatga aylangani chiqadigan, как turist bo'lib aylangani, veloturist bo'lib aylangani chiqadigan insonlarga tavsiya qilaman. Schulz Mammoth Favorite'ni zakaz berishda buni razmeriga e'tiborliroq bo'ling. Buni M razmeri 1,66 cm bo'ydan to 1,80 cm bo'ygacha bo'lgan insonlar uchun L, XL razmeri 1,80 dan yuqori, 1,80 dan yuqori to 1,95 undan yuqorilarga mo'ljallangan. Video manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Kanalimiz yangi, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, izohda o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissalaringizni qo'shinglar. Rahmat, sog' bo'linglar.